Haqiqiy sovet paytidagi ptichi moloko shirinligini Dilovara opam bilan hamma sekretlari bilan ko'rsataman. Retsept grammajlari opisiyaniyada bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlangiz qoladi. Jiltok bilan shakarni oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Ko'pirgan massaga qaymoq solib bitta aylantirib olamiz. Razrxitel bilan un solib lyogka aylantirib olamiz. Tayyor massani qolipga solib 170 gradusda 20 minutcha pishirib olamiz. Birinchi bo'lib suflemizni tayyorlab olamiz. Bu uchun yumshagan sariyog'ga go'shtni molakoni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Shakar bilan suvni qaynatib, sirop qilib olamiz. Suvni shakar ko'nguncha quyiladi. Sirop tayyor bo'lguncha endi tuxum moqini yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Siropi tayyor bo'lganda muzdek suvga solib bilvasangiz bo'ladi. Tayyor siropni issiq holida ozginadan quyib bu holatga keltirib olamiz. Tuxumli massa sovigandan keyin sariyog'li massani qo'shib aralashtirib olamiz. Tayyor massaga erigan jelatin solib aralashtirib quyib olamiz. 5-6 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Sariyog' bilan shokoladni eritib olib, ptichi molokoni ustiga quyib olamiz. Meni bolaligimdagi eng sevimli shirinligimdan bittasi edi. Sizlar necha yoshingizda yeb ko'rgansizlar ptichi molokoni? Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'ying.